Salom do'stlar, sizlar bilan bugun Play Master kanali. Bugungi videomizda biz Starnovaga 5 round o'ynaymiz. Qani go bo'lmasa ketdik. To'xtab turinglar. Birinchi bo'lib kubidagi narsani olamiz. Kubidagi narsa nima ekan? Mancha ochkosilar. Ochkosilar ekan. Ana endi olib bo'ldik. Endi uyingga tushsak ham bo'ladi. Qani ketdik bo'lmasa. Mana 50% bo'ldi. Mana uyingga ham tushib oldik. 100% bo'ldi. Endi yaxshi zo'r odamlar bilan tushmaymiz. Farqi zo'r odamlar bilan tushsak ham, lekin baribir men fikr chiqqanlar bilan tushunmiz. Endi shuncha harakat uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Shu raundda yutsam, like bosasizlar. Keyingi raundlarda ham yutsam, obuna bo'lasizlar. Agar shu videoda Venstrida o'yin qilsam, sizlar menga обязательно obuna bo'lishga majbursizlar. Endi uyingga qaytamiz. Sizlar mana 90 ta qildingizlar. Rahmat. 90 ta deganim uchun. Endi 100 taga qarab ketdik. Agar 100 ta bo'lsam, men Starnovada 15 raund o'ynayman. Ana endi uyga qaytamiz. Bu sizlarni xohishinglar. Agar 100 ta qilib bersangizlar men Starnovada 15 raund bitta o'yinda o'ynayman. Va o'sha o'ynashimdan oldin, chiqarishimdan oldin shorts ham chiqaraman. Bir kunda buncha video chiqarish juda ham oson emas. Videoni olish, unga ovoz yozish, uni montaj qilish, bu narsalar juda qiyin. Bir kunda kamida sizlar uchun 3 ta video chiqarib tashlayapman. Kecha 5 ta video chiqardim. Shu qiyin harakatlarim uchun sizlar albatta obuna bo'lishingiz kerak. Mana endi uyga qaytamiz. Uyinda Angel Drop berdi. Angel Dropni bosib 100 ta tanga ham oldik. Ana endi shu sizlar nashini Brawl Stars unikonlar. Sizlar Brawl Pass'dan nashini olasizlar. Kommentariyada qoldiringlar. Men endi 29 ni oldim. Endi uyga qaytamiz. Mana uyga tushib oldik. Mana buni yo'q qilamiz Kaletni birinchi bo'lib. Chunki Kalet birinchi bo'lib asan o'ynadi. Keyin esa Clancy'ni yo'q qilamiz. Uni turgan ko'ryapsizlarmi? Qisqachani. O'lja yo'q bilan keldi. Asamni buzdi bu ham. Endi shuni ham yo'q qilamiz. Endi esa Penny, u ham asamni buzdi. Ko'zimga yaxshi ko'rinmadi. Mana hozir o'ldirib tashlaymiz. Prosta tik xalaq beryapti bu yoqqa. Tikni bo'ldi hammasi, tik shu bo'lmaganda edi. Hozir mana o'ldirib, ikkovini ham o'ldirib bo'lgan bo'lasim. Lekin bari o'ldirdim. Lekin avvalroq Penny o'ldirgan bo'lasimda, tik bo'lmaganda. Baribir ikkovini ham o'ldirdim. Hozir mana bu yerda ikkita banka olamiz, o'lib ketmayman degan umiddaman. Yaxshi 24 jonim qoldi. Shuncha harakatim uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Agar shu videom 15 ta like yig'sa, men Starnovaga 15 raund o'ynayman. Faqat sizlar men 100 ta bo'lishim kerak. Internet qotib qoldi, menimcha Wi-Fi yaxshilamayapti. Hozir endi kutamiz, birov o'tirmasa bo'ladi. O'zing kutayotgani yo'q. Mana aytganda birov o'tib bordi. Endi Stardropni bosdik. Menimcha oxirgi Stardrop degan bo'lsa kerak. Bu mana 3-raund, 4-raundni boshladik. Yo 4 yo 5 ta bu raund. Lekin shuncha harakat qildim. Hammasiga yetib kelyapman fashti. Agar shu raundda ham yutsam, sizlar obuna bo'lasizlar. Agar yutqazsam like bosasizlar. Hozir tekshirib ko'ramiz. Mana Edgarcha birinchi bo'lasam, o'zida shuni yo'q qilardik. Endi esa mana bankalarni olib suramiz bu yerdan. Starnovani cheat bayisi chiqardilar, 1-2 payt. Men to'g'risidan cheat bo'lsa kerak bu. Juda ham oson ekan unga o'ynash. Juda oson ekan. Men yoshi o'ynashni shuncha zo'r bilaman. Bilganimdan Starnovaga ham yoshi zo'r o'ynayapman. Zo'rlar bilan yoki Starnovaga cheat bayis. Lekin Starnova baribir cheat bayis. Sizlar shuncha harakatim uchun obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Mana ikkita bayisni bir qilib solyapman hatto. Mana Rico ham asabimni buzdi. Ikkita ulta qildim Ricoga qarshi. Yaxshi, baribir yo'q qildim barini. Mana yutib oldik, Venster 7 bo'ldi.
Shuncha harakatim uchun like bosib obuna qo'yinglar. Mana 19 kubik olamiz bir berishsa. Endi ketdi yana bir raund va o'yin tugaydi. Qani ketdi go. Yo bir raund o'ynaymiz yo 2 raund o'ynaymiz. Sizlar obuna bo'lsangiz 2 raund o'ynaymiz. Ana kimdir obuna bo'ldi. Yana kimdir obuna bo'ldi. 94 ta bo'ldik. Ana endi 2 raund o'ynaymiz. Ikkita obunachi keldi, 2 raund o'ynaymiz. Shu raund va yana bitta raund. Bu raundda ham yutsam kerak. Hozir 5-chi o 5 ta bayis qoldi. O'zi mana buni yo'q qilishga harakat qilaman. Yo'q. Afsuski o'lib qoldim. Hali yana bitta raund o'ynayotganmiz. Yana bitta raund o'ynaymiz va 29 olamiz Brawl Pass'dan. Sizlar shuncha harakat uchun like bosib obuna qo'yinglar. Agar men 100 ta bo'lsam, sizlar Novaga 15 raund o'ynaymiz va shu video 15 ta like yig'sa. Agar 100 ta bo'lsa, men o'tgan videolarda aytganimdek, har xil joylarga borib survival qilaman va hatto Darknet 2-qismini ham olaman. Yana uyimga qaytamiz. Men bu yerga bul keldi, uni o'ldirdim va endi Shellyga boramiz. Mana Shelly ismini o'qiy olmay qoldim. Mana shuni hozir yo'q qilamiz. Ulti qildimmi bu? Asabimni buzdi bu. Yo'q qilib tashlaymiz hozir buni. 6 ta bankam bo'ldi, o'yin boshda yo'q. Afsuski ulti qilaverdim. Hozir kirib olib chiqamiz. Afsuski 1740 jonim ketib qoldi. 4 ta bayis qoldi. Bunda yutamizmi deyman, ana shuni yo'q qildim. Mana 2-o'rinni oldim va 500 XP beradi, o'zi qarab turinglar. Mana 500 XP ni oldik. Endi 29 dan olishga marhamat qilamiz. Mana 500 XP bilan bitta house oldik. O, yaxshi, Mythic ko'tarilib ketdi bordaniga. Yaxshi, boga gadget tushdi. Monetamiz tejaldi. 500 ta kredit ham tushdi. Shuncha harakat uchun like bosib obuna qo'yinglar. Xayr do'stlar, sizlar bilan bugun Playmaster kanali bo'ldi.